Anjalilar baribir eplaydi deymani. O'rta Osiyoda birinchi bora 13 yil oldin bitta binoni o'zini turgan joydan boshqa joyga ko'chirib o'tkazishgan ekan. Hilol supermarket mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli oshxona binosi o'tgan asrning 80-yillarida qurilgan bo'lib, rekonstruksiya va ta'mirlash ishlaridan so'ng ushbu joyda aholiga xizmat ko'rsatila boshlandi. Viloyatimizda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlarining rejasiga binoan mazkur binoni hozirgi turgan o'rnidan 18 metr masofaga yo'l chetidan uzoqlashtirish zarurati tug'ildi. Jamiyat a'zolari o'zaro kelishgan holda mutaxassislarga murojaat qildilar va barcha talablarga javob beradigan oshxona binosini buzmasdan butunligicha siljitishni ma'qul ko'rdilar. Buning uchun maxsus moslama qurilib, binoni sekin-asta kerakli masofaga siljitish rejasi ishlab chiqildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, imoratni buzib qayta qurish uchun bir necha 100 million so'm mablag' sarf qilinishi bilan birga 1,5-2 yil muddat kerak bo'ladi. Amalga oshirilishi rejalashtirilgan ish uchun esa ko'pi bilan 60-65 million so'm sarflanadi. Bu bilan 4-5 barobar mablag' tejab qolinadi. Shuningdek, ishning bajarilish muddati ham keskin kamayadi. Rejani amalga oshirish uchun tonnellar qazilib, binoning yaxlit poydevori ostiga tasmali poydevor qurildi. Unga rels o'rnatilib, ustiga po'lat g'ildiraklar joylashtirildi. Uning ustiga yana bitta rels qo'yildi. Endilikda maxsus tortish moslamasi bilan bino asta-sekin siljitilmoqda. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, bunday ish Rossiya, Angliya, Fransiya va boshqa rivojlangan mamlakatlarning ish tajribasida sinab ko'rilgan bo'lib, tejamkorligi hamda sifat jihatidan o'zini oqlagan. Binoning orqa tomonida 60 tonnalik libyotka montaj qilingan. U yordamida 50 tonna kuch bilan tortilyapti hozir. Orqadan yana yordamchi kuch bilan 100 tonnalik damkrat bilan orqadan itarib, unga yordam berib, binoni qo'zg'atish ishlarini bajaryapmiz hozir. Har bir harakatimizda 50 santimetrdan bino jilib boryapti hozir. Biz o'ylaganday natija bo'ldi. Binoda hech qanaqangi siljayotgan paytida birorta bir yorug'lik yo bo'lmasa biror joyda bir mana ko'rib turibsizlar, oynalar ham shunday turibdi. Hech qanaqangi nimasi juda ham tekis holatda biz binoni siljishga erishyapmiz. Ta'kidlash joizki, binoni bu tarzda siljitish g'oyasi o'tgan asrning 70-80-yillarida Samarqand arxitektura va qurilish institutida faoliyat olib borgan O'zbekiston Fanlar akademiyasining a'zosi, ixtirochi olim Emmanuel Gendel tomonidan ilgari surilgan. Amalga oshirilayotgan ishning yana bir e'tiborli jihati, mutaxassislar chetdan taklif qilinmay, balki Andijonda faoliyat olib borayotgan O'zkran Servis xususiy korxonasi ishchilari tomonidan olib borilyapti. Hozirgacha imorat 3 metrdan ziyod masofaga siljitildi. Ish jarayonida bino har yarim metr masofaga siljigach, mutaxassislar tomonidan sinchiklab kuzatilyapti. Shu paytga qadar inshootning hatto oynasi ham darz ketgani yo'q. Yana bir necha kundan so'ng mazkur imorat yangi o'rniga batamom siljitib qo'yiladi.